Hurmatli do'stlar, hammangizga ma'lumki, 2026-yil 1-aprel sanasidan boshlab ko'chmas mulkni sotayotganingizda oluvchi va sotuvchining o'rtasidagi munosabatlar, ya'ni naqd pul ko'rinishida emas, balki pul o'tkazish yo'li bilan amalga oshirilishi bo'yicha qaror qabul qilingan. Shu yuzasidan men bir kichkina jadval qilganman. Birga ko'rib chiqamiz. O'ylaymanki, manfaatli bo'ladi. Hozir men kamerani notebookga ekraniga yuzlashdan oldin sizlar bilan bir dollar kursini ko'rib chiqsak. Mobil ilova ko'proq Infinity ishlataman. Kursni ko'radigan bo'lsanglar, yaqinroq olib kelaman. Покупка, ya'ni xarid qilishi, bank xarid qilishi 12.160 so'm, sotuvi 12.270 so'm. Bugun 3-mart 2026-yil sanasi. Hozir kamerani jadvalga yo'naltiraman, birga ko'rib chiqamiz. Mana, muhtaram do'stlar, 3-mart 2026-yil kurs boya mobil ilova orqali ko'rsatdim. Bankga xarid qilishi 12.160 so'm, sotuvi 12.270 so'm. O'rtadagi tafovut farqi 110 so'm tashkil etyapti. Endi bu yerda ko'rib chiqadigan bo'lsak, xaridor va sotuvchi o'rtasidagi uyning bitim narxi $100,000 deb faraz qilamiz. Ushbu $100,000 sotilayotgan uyning kurs farqidagi tafovut summasi 11 million so'm tashkil etyapti. Buni sal oxirida tushuntirib beraman. Endi bu yerda nima bo'ladi? Xaridor bankka sotuvchi bilan birga boradi va omonat ochishadi. Omonat ochishgandan keyin sotuvchi, oluvchi o'zini omonatiga pul qo'yadi. O'sha $100,000 ekvivalentida, ya'ni $100,000 olib borsa, mana shu kurs bo'yicha maydalaydi va qo'yadi. Qo'ygani hammangizga ma'lumki, O'zbekiston Respublikasidagi barcha oldi-sotdi shartnomalar hammasi so'mda amalga oshiriladi. Shunda $100,000 so'm shakliga aylantiradi va birgalashib sotuvchi ham omonat ochadi o'ziga. Hali xaridor pulni o'tkazmaydi. Birga boradi notariusga. Notariusga borgandan keyin notarius tekshiradi, zaпрос beradi bankka. Omonatida xaridori shuncha puli bormi? Ya'ni mana shu ekvivalent summasidami yoki o'zaro o'rtasidagi kelishilgan 1,2 milliard deydimi? O'sha shakldagi puli shakllanganmi yo'qmi? Notarius ko'radida bitimni rasmiylashtiradi. Ya'ni dogovor купли-продажи ruschasi aytganda biz o'zbekchasiga ko'chmas mulkni xarid qilish bo'yicha shartnomasini bitimini imzolaydi va bankka ma'lumotni o'zaro nima deydi, distansionniy nimaga ulangan bo'lishadi, integratsiya qilingan bo'lishadi va sotuvchi va oluvchi bankka kelishadi. Xaridor omonatli pul sotuvchining hisob raqamiga avtomat ravishda tushadi. Mana bu yerda sotuvchi endi shu $100,000 shakliga keltirish uchun 1,270 so'mdan xarid qiladi. Bunda 110 so'm yutqazadi. 110 so'm mana shu 11 million so'mni tashkil etyapti. Endi bu yerda savol tug'iladi. Bu 11 million so'mni kim beradi? O'zaro xaridor va sotuvchi kelishgan holatda shu xaridor $100,000 ekvivalentida pulini qilib beraman desa, o'sha mana shu summaga 11 million so'm qo'shib, sotuvchini hisob raqamiga qo'shishga majbur bo'lib qoladi. Endi shu salbiy tomoni, mana salbiy tomon degan joyim bor. Mana bu yerga naqd pul shaklida pulni olishda komissiya yoki kurs farqida yo'qotish bo'ladi. Yo'qotish mana shu 11 million so'mni tashkil etyapti. Endi afzaliy tomonlarini ko'rib chiqadigan bo'lsak, qalbaki valyutani muomalaga kirmasligi, bundan tashqari ko'rsanglar bo'ladi, o'zingiz o'qib chiqasizlar. Bitimni shaffofligi, ya'ni kelgusida bitim
sud orqali bekor qilinganda xaridor sotuvchiga bergan pullarini to'liq qaytarib olishi. Ya'ni sotuvchi xaridorga pul o'tkazib qo'yganda o'sha avvalgidagi sxemalarga o'xshab kichkina summani ko'rsatmaydi, bor summani ko'rsatadi va shu agar mabodo bitim sud orqali bekor qilinadigan holatlar yuzaga kelib qoladigan bo'lsa, ana shunda xaridor pulidan kuyib qolmaydi. Uchinchisi, pul mablag'larining ishonchli joyda saqlanishi. Ya'ni kim sotuvchi omonatida turibdi va bilamizki, bankda pul saqlanishi xavfsizligi juda yuqori. Ikkinchisi, uyni sotgan shaxs mablag'larni boshqa uy xarid qilgunga mabodo sotgan odam maqsadi kelgusida uyni kengaytirish yoki boshqa uy olaman deganda o'sha uyni qidirguncha bankda turib turadi. Ya'ni undan tashqari bank o'zida qisqa muddatli omonatga joylashgan holatda qo'shimcha daromad olishi mumkin. Bu aniq. Agar uyini topishgacha 1 oy, 2 oy vaqt o'tib ketadigan bo'lsa, misol uchun, o'sha 1 oylik omonatga qo'ysa bo'ladi. Shu bank bilan kelishgan holatda qisqa muddatli omonatlarga qo'ysa bo'ladi. Va mana 5-6 yozib qo'yganman. Kommentariyada o'zinglarning fikr mulohazanglarni yozasizlar. Yana qanaqa afzallik taraflari bo'lsa. Men endi bilganim shu bo'ldi. O'zimni tajribamdan kelib chiqqan holatda. Endi ikkinchisini ko'ramiz. Bankka nima foyda bu yerda? Bankka foydasi bu yerda kurs farqidan daromad yoki naqd pul qilib berishayotganda komissiya oladi bank. O'ziga daromad bo'ladi bank. Undan tashqari bankda arzon resurs ko'payishiga olib keladi. Ya'ni kim bir xil fuqarolarimizni mani pulimni mayli 3 oylik qisqa muddatli qo'ymayman deb tursin sizlarda omonatingizda, ya'ni talab qilib olinguncha omonat tursin desa, u yerda adashmasam yiliga 2% yoki bermaydigan holatlari ham bo'ladi banklarning. Ana shunda bankda o'z-o'zidan 1 oy ichidagi nima deydi, arzon resurs paydo bo'ladi. Kelgusida agar omonatga qo'yib ketsa, sotuvchi o'sha omonatda turib, ya'ni arzon resurslarga ko'payishiga olib keladi. Mijozlar soni ortishiga olib keladi. Uchinchisi, yana va hokazolar bor. Hozir vaqtinglarni olmayman, tez qisqa qilib o'tib ketdim bu yerda. Endi bu yerda davlatimizdagi foydali tomonlar nima bo'ladi? Bilamizki, hammamiz davlatimizda o'zaro fuqarolarni hamjihatligi bo'lsa, davlatimizda shu nima deydi, salbiy holatlar kamayishiga olib keladi va o'rtada tinchlik, xotirjamlikka olib kelaveradi. Ya'ni bu yerda sudlarda fuqarolar o'rtasidagi ko'chmas mulkka aloqador bitimlar yuzasidan muammoli mojarolar kamayishiga olib keladi. Yashirin iqtisodiyot bir bo'lagi qisqartiriladi. Kelgusida uyning bozor qiymati bo'yicha solishtirishda, ya'ni sotilishidagi soliq tushumlari ko'payishiga olib keladi. Ya'ni kim hammamiz bilamizki, bu yerda men qo'shimcha qilib yozib ketishim kerak edi. Kadastr qiymati bo'yicha soliq endi chiqmaydi-da, o'sha bozor narxi qiymati bo'yicha soliq kelib chiqadi va kelgusida byudjetimizga soliqdan ko'proq pul tushadi. Ya'ni ko'chmas mulk solig'i ko'proq tushadi. Shu jadvalni men to'liq qilib Instagramga joylashtirib qo'yaman, Telegramga joylashtirib qo'yaman. Men bu videoni to'liq ko'rishinglar uchun men YouTube'ga ham joylab qo'yaman. Videomiz salkam 10 minutlik bo'libdi. Hammaning e'tiboringlar uchun rahmat. Avvalambor uzr so'rayman. Sal endi birinchi anaqa boshlashim. O'shanda qanaqadir bir duduqlanishim bo'lsa, avvalambor uzr so'rayman. Mana kursdagi farqini ham ko'rsatib qo'yganman. Mana $100,000 ekvivalentini ko'paytirganman xarid qilishi, ya'ni bank sotyapti va sotayotgan paytda mana shu summaga kelyapti. Ya'ni o'rta tafovut summa 11 million so'mga to'g'ri kelyapti. Hamma e'tibor uchun rahmat. Manfaatli bo'ldi. Videomiz manfaatli bo'ldi. Obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Kelgusida yana ham manfaatli bo'ladigan videolar qo'yib boraman. Hammalar uchun rahmat. Obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar va tanish-bilishlarga tavsiya qilinglar. Rahmat hammaga.